Bu usulda pishirilgan tovuqli qozon kabob hattoki go'shtligidan ham mazaliroq chiqadi. Bugun sizlar bilan saharlik va iftorlik uchun yengil hazm bo'ladigan tovuqli qozon kabob tayyorlaymiz. Tovuq boldirlarini qatiq, tuz va ziravorlar solib marinad qilib olamiz va qizib turgan yog'da qizartirib qovurib olamiz. Go'shtimizni qozondan ko'taramiz va qozondagi yog'ni kamaytirib, qozon tagiga kartoshkalarni solamiz, ustidan tuz va ziravorlar, uni ustidan esa boldirlarimizni terib chiqamiz. Ovqatimiz yanada mazaliroq chiqishi uchun sarimsoq, piyoz, ozgina sariyog' va 1 piyola suv solib 45 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Ovqatimiz pishgunigacha pomidordan tabiiy sous tayyorlab olamiz. Sous retseptini opisaniyada qoldiraman. 45 daqiqadan keyin tovuq boldirlari va kartoshkalarni ko'tarib olamiz. Qozon tagidagi qaylasini ham alohida olib qo'yamiz. Qozonimizni tozalab olamiz. Olib qo'ygan yog'imizni solib, tovuq va kartoshkalarni o'sha yog'da qizartirib olamiz. Tayyorlanishi oson, lekin juda ham mazali qozon kabobimiz tayyor. Siz ham albatta saharlik yoki iftorlik uchun tayyorlab ko'ring. Videoga bitta like bosib, tayyorlab berish kerak bo'lganlarga yuborib qo'ying.